jigarlar, mahallangizni boshida mana shunaqa shlagbaum bilan to'sib qo'yilgan mahalla bo'lsa, seriozniy, takka chiroyli ko'rinadi uzoqdan kelganda. Shunda bosasiz, bemalol uyga kirib ketursangiz bo'ladi. Shunda mana shlagbaumning yonginasida katta yo'lni ko'rib turibsizlar, 100 metr chiqmaydi. Mana shu katta yo'ldan shuna kirganimizda 6 sotuvlik hovlim sotuvga chiqyapti. Qaranglar, fasadning razmeri 21,5 metr bo'lyapti. Tartsovoyda joylashgan, xudo xolasa, vobshe chiroyli narxda inshaalloh sizniki bo'lishi mumkin. Yer hisobida sotilyapti. Общий yer maydoni 6 sotuv, lekin kadastr bo'yicha 507 sotuv chiqyapti. Mahallasini, ko'chasini ko'rib turibsizlar. Bir tekis chiroyligini tushyapti. Ketdi, ichkaridan kirib ko'rib chiqamiz. Asosiy darvozaxonamizdan kirib kelgan darvozaxonamizni ko'rib turibsizlar. Uzungina tushyapti. Yer hisobida sotilib ketilyapti. Bir etaj gir aylanib uylar tushyapti. Kirib bemalol yashursangiz bo'ladi. Hozirgi payt uy egalari yashayotgan uchun ichkaridan ko'rsatmaymiz, lekin yer hisobida sotilib ketilyapti. 6 sotuv, Tartsovoda joylashgan. Qanaqadir biznes nimadir bilan shug'ullanganligi ham zo'r variant ekan. O'qib turib o'zingiz uchun yangi bitta uy ko'tarib yashaysiz ham yaxshi variant ekan. Fasad razmerimiz 21,5 metr tushyapti, uzungina. Bunaqasiga qadrdonlar 30 metrdan uzunroq. Bu yoq tarafida ham alohida yana qiyshigan joyi mavjud. Suv, svet, gaz, internet, kanalizatsiyadan hech qanaqa muammogarchilik yo'q. Orientir Toshkent shahar, Sergeli tumani, Xonobod nomdani mahallasida joylashgan aynan shu joyimiz. Pastda nomerlar qoldiramiz, telefon qiling, okamizga tezroq aloqaga chiqing. Narx-navosida joyimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, lokatsiyasini olmoqchi bo'lsangiz, telefon qiling, o'zlari tezroq aloqaga chiqing, ulgurib qoling.